Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Chor Rossiyasining O'rta Osiyoga dastlabki yurishini mag'lubiyatga uchratgan Xiva xoni Sherg'ozixon haqida ma'lumot ko'p emas. Negadir bu mavzuga ko'p to'xtalilmagan. Bugungi videoda esa biz aynan Sherg'ozixon haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz. Sho'rovlar davrida chiqqan O'zbek Sovet ensiklopediyasida ham Sherg'ozixon haqida hech gap yo'q. 13-jildida Sherg'ozixon madrasasiga oid maqolada mazkur bino 1717-yili Xiva xoni Sherg'ozixonning Mashhadga muvaffaqiyatli yurishi sharafiga qurilgani aytiladi xolos. Bekovich-Cherkaskiy haqida esa juda ehtiyotkor maqola berilgan. Unda Pyotr I o'zbek xonliklarida rus davlati ta'sirini o'rnatish, Amudaryo o'zanidagi oltin sochmalarini aniqlash, Amudaryoning bir vaqtlar Kaspiyga qo'ygan o'zani haqida ma'lumot to'plash maqsadida maxsus farmon chiqargan va Bekovich-Cherkaskiy boshchiligida avvaliga 1744 askar, 19 to'p, 100 dan ko'proq zobit va mutaxassislarini yuborgan. 1716-yilgi ikkinchi ekspeditsiya Xiva yaqinidagi Qayrag'och daryosi qirg'og'ida to'xtagan. Baliq ovlash uchun yuborgan 60 askari xivaliklar tomonidan asirga olingani, rus otryadiga qo'qqisdan qilingan hujum oqibatida ekspeditsiya tor-mor etilgani ma'lum qilinadi. Mag'lub istilochi Bekovich-Cherkaskiy ism sharifi bir necha bor takrorlanadi. G'olib Sherg'ozixon haqida esa hech nima deyilmagan. Va nihoyat yangi chiqqan O'zbekiston milliy ensiklopediyasida Bekovich-Cherkaskiy yurishi haqida shunday satrlar bor. Rus podshosi Pyotr I Bekovich-Cherkaskiyga quyidagi topshiriqni beradi. Amudaryoning eski o'zanini tekshirib, uning qumida oltin bor yo'qligini aniqlash. Amudaryoning orolga quyilish joyida, ya'ni Xorazmda istehkom qurish. Xiva va Buxoro xonliklarini rus tobeligiga o'tkazish. Hindistonga boradigan savdo yo'llarini o'rganish. Ekspeditsiya tarkibida 4000 muntazam askar, 2000 yoyiq kazaklari, o'nlab zobitlar, injenerlar bor edi. Xivada 120 kilometr masofada, Qayrag'och daryosi qirg'og'ida Sherg'ozixon 24 ming kishilik qo'shini bilan rus kelgindilariga qarshi chiqadi. 3 kunlik jangda katta talofat ko'rgan Xiva xoni harbiy strategik hiyla ishlatib Bekovich-Cherkaskiy harbiy otryadini qirib tashlaydi. 30 jildlik ruscha katta sovet ensiklopediyasida bu harbiy hiyla muzokara olib borish uchun kelgan otryad xiyonatkorona tor-mor etilgan deb izohlanadi. 6000 kishilik qurollangan qo'shin darvozang tagiga zambaraklar bilan kirib kelarmishda xiyonatkorona mag'lub bo'larmish. Sezyapsizki, bu ma'lumotdan oqni qora deb yurgan davr ruhi anqib turibdi. Xolis bo'lish kerak bo'lgan ensiklopediyalar Rossiyaning Markaziy Osiyoga nisbatan bosqinchilik siyosati va xatti-harakatini siypalab o'tishgan. O'zbekiston milliy ensiklopediyasining 10-jildida nihoyat bizga ma'qul va yangi ma'lumotlarni ko'ramiz. Sherg'ozixon haqida shunday deyilgan. Sherg'ozixon, Xiva xoni. Sherg'ozixon davrida Pyotr I tomonidan yuborilgan Bekovich-Cherkaskiyning josuslik ekspeditsiyasi qirib tashlangan. Rossiya Xiva xonligini o'z ta'sir doirasiga kirita olmagach, har ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar keskinlashgan. Vaziyatni yumshatish uchun 1720-yili Xiva elchilari Rossiyaga jo'natilgan, lekin elchilik a'zolari qamoqqa olingach, ulardan atigi bir kishigina Xivaga qaytishga muvaffaq bo'lgan. Rossiya hukumati Xiva xonligi orqali O'rta Osiyoga kirib kelish fikridan voz kechmagan. Endi matbuotda e'lon qilingan yangi ma'lumotlarga murojaat etamiz. Trud gazetasining 2002-yil 9-may kungi sonida chiqqan bir maqola Pyotr I qanday qilib Osiyoga darcha ochdi deb nomlangan. 1713-yili taniqli turkman zodagoni Xo'ja Nafas Astraxanga kelib, Bekovich-Cherkaskiyga Xiva xonligidagi daryolarda oltinni belkurak yordamida yuvib olish mumkinligini va zarur bo'lsa ruslarning harbiy yurishida yo'l boshlovchilik qilishini bildiradi. Ruslar qadimdan sharqda oltinni oddiy belkurak bilan qoplarga solishlari haqida afsonani ko'p eshitgan edilar.
Xo'ja nafasni Pyotr Ining o'zi qabul qiladi va bu uchrashuv natijasida 1714-yil 29-martda Bikovich-Cherkaskiyni Xiva, Buxoro va Hindistonga boradigan yo'llarni razvedka qilish uchun otryad boshlig'i etib tayinlaydi. Senat bu yurish uchun zarur bo'lgan hamma narsani berish haqida hukm chiqaradi. Yurish 1717-yili boshlandi. Bikovich-Cherkaskiy va boshqa bosqinchilarni sharq oltini shu qadar maftun etgan ediki, hatto yurish boshlangan kuni xotini va 2 farzandi suvga cho'kib halok bo'lsa ham yo'ldan qolmagan, safarga jo'nagan. Otryadda 3000 piyoda, 600 shved suvoriysi, 2000 kazak dvoryan ko'ngillilar, artilleriya batareyasi va boshqa qismlar bor edi. O'sha davr uchun rasmana harbiy qo'shin, ayniqsa sharqning kichik xonliklari uchun dahshatli kuch edi. Otryad 45 kunda qariyb 1,5 ming chaqirim yo'l bosib, Xiva yaqinida Amudaryo atrofidagi ko'l bo'yida to'xtadi va bu yerda harbiy istehkom barpo qildi. Sherg'ozixon 24 ming kishilik lashkar bilan otryadga hujum qiladi. Ruslar hujumni artilleriya yordamida daf etishga muyassar bo'lishadi. Xon xazinachisi Kozimbek hiyla ishlatishni taklif etadi. Sherg'ozixon Cherkaskiy bilan sulh tuzish uchun vakillar yuboradi. Bunga ishongan Cherkaskiy 500 otliq bilan xon huzuriga Pyotr I taklifini olib keladi. Paytdan foydalanib pistirmadagi Xiva askarlari hujumga o'tadi va otryad tor-mor etilib, Cherkaskiy asir olinadi. Keyin esa otryadning qolgan qismi ham hiyla bilan mayda guruhlarga bo'lib tashlanadi va yo'q qilinadi. Pyotr I nafaqat Boltiq dengizi qirg'og'ini qo'lga kiritib, Yevropaga darcha ochgan, ayni vaqtda yana bir ko'zini sharqqa, Markaziy Osiyoga, Hindistonga qaratgandi. Uning uchun Qizilqum va Qoraqum sahrolari ichida yashiringan Xiva xonligi dastlabki bekat edi. Kichik Xiva davlati ruslarning sharqqa yurishida birinchi to'siq bo'ldi va Rus imperiyasining Markaziy Osiyoga hujumini 1,5 asr orqaga surib tashladi. Bu ishlarga Sherg'ozixon boshchilik qildi. Tariximizning hali yaxshi o'rganilmagan sahifalaridan biri ham shu bo'lsa kerak. Yevropani larzaga solgan Pyotr I Xiva xonidan yengildi desak ham yanglishmagan bo'lamiz. 1,5 asr keyin 1865-yili general Chernyayev Oqmachit, Turkiston, Taros, Chimkent, Toshkent shaharlarini 6000 kishilik qo'shin bilan zabt etdi. 1716-yili knyaz Bikovich-Cherkaskiy boshchiligidagi Xiva bosqinida qatnashgan qo'shin tarkibida esa 6000 dan ortiq muntazam askar bo'lgan. Xulosa shuki, qanchalik hasbushlanmasin, Rus imperiyasining sharqqa tomon birinchi hujumi Xiva ostonasida yakson qilinganini tarix oldida yashirib bo'lmaydi. Sherg'ozixonning nomi qandaydir ensiklopediyalarga kiritilmasa-da, avlodlar tomonidan g'urur bilan eslanadi. Amir Timur, Zahiriddin Muhammad Bobur, Jaloliddin Manguberdilar qatorida tilga olinadi. Shu o'rinda Sherg'ozixon haqida qisqacha ma'lumot. Sherg'ozixon Xiva xoni, Shayboniylardan Jonto'ra xonning o'g'li, madrasada tahsil olgan. 1715-yili Yodgorxon vafotidan so'ng Buxorodan keltirilib Xiva taxtiga o'tkazilgan. Sherg'ozixonga qarshi Orol bo'yida yashovchi qoraqalpoqlar Ishimxon boshchiligida isyon ko'tarishgan. Sherg'ozixon ular ustiga qo'shin tortib, katta o'ljalar, ko'plab asirlar bilan qaytgan. 1715-yil Sherg'ozixon Xorasonga yurish qilib, Mashhadni egallagan. 1716-yilda Nishopurni qamal qilib, egallay olmagan. Munisning yozishicha, Sherg'ozixon odil, ma'rifatparvar hukmdor bo'lib, ko'p vaqtni ilm ahli bilan suhbatda o'tkazgan. Uning davrida ilm-fan va she'riyat rivojlangan. Xivada Sherg'ozixon tomonidan madrasa qurdirilgan. Bu madrasa Xivaning eng qadimiy madrasalaridan biridir. U 1726-yilda Xiva xoni Sherg'ozixonning Xorason ustidan qozongan g'alabasiga atab qurilgan. Xon turkmanlar ustiga bosqinchilik urushlari qilishni yoqtirar edi va Xurshidi Jahon va Shiri Xudo unvonlari egasi edi.
2 qavatli kirish qismiga ega bo'lgan 1 qavatli madrasani Erondan haydab kelingan 5000 nafar qul bunyod etgan. Ularning orasida ajoyib me'morlar va quruvchilar bor edi. Sherg'ozixon ularga ozodlik va'da qilgani uchun bor mahoratlarini qurilishga sarf etdilar. Ammo hukmdor atayin qurilishni cho'zar edi. Unda doimo yangi fikrlar tug'ilar. Bu esa vaziyatning keskinlashishiga olib keladi. Xonning qurilishga navbatdagi tashrifida g'azabga to'lgan qullar uni ushlab olishadi va boshini tanasidan judo etishadi. Sherg'ozixon madrasasidan o'qimishli kishilar chiqar edi. Shoirlar va olimlar mashhurlikka erishar edi. Misol uchun, o'zbek shoiri Pahlavonqul Ravnaq va 18-asrda yashagan turkman klassik shoiri Maxtumquli. Qozoqlarning mashhur sufiysi Avliyo Bekit ota ham ushbu madrasada tahsil olgan. Vaqt o'tishi bilan odamlar uni maskani fozilon, ya'ni bilimli odamlar maskani deb atay boshlashdi. Madrasa Pahlavon Mahmud ansambli qarshisidan joy olgan. Uning yonida esa Sherg'ozixonning maqbarasi bor. U joylashgan yerning tuprog'i cho'kishi sababli kirish joyi yo'lga nisbatan 2 metr pastga tushib qolgan. Shu sababli u yerga kirish uchun zinapoya orqali pastga tushiladi. Madrasa 4 ayvonli hovli, xonalar va darsxonadan iborat. Sharqona an'analarga ko'ra, madrasaning kirish joyi peshtoq shaklga ega. Hovlida esa 1 qavatli inshootlar qurilgan. O'qituvchi va talabalar uchun 55 ta hujra ko'zda tutilgan edi. Bino o'zining dastlabki ko'rinishini saqlab qola olmagan. Qolgan qismlarning shakli esa juda qattiq o'zgargan.